Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bu galgi videoroligimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyev haqida. Oxunjon Madaliyev 1963-yil 21-may kuni Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida tavallud topgan. 1980-yilda o'rta maktabni tamomlagan. 1981-yil Farg'ona davlat pedagogika institutining musiqa fakultetiga o'qishga kirgan. 1985-yil institutni tamomlab, yo'llanma bilan Oltiariq tumanidagi 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga musiqa o'qituvchisi sifatida ishga qabul qilingan. 1989-yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan Kamolot 1989 tanlovida g'olib bo'lgan va shu yilning dekabr oyida Xalqlar do'stligi san'at saroyida ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim qilgan. Shundan so'ng Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalarida o'zining katta konsert dasturlarini namoyish qilgan. 1997-yil 26-avgustda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. 1998-yil 25-avgustda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. 1983-yil Ziyodam nomli ilk yakkaxon albomi taqdim qilingan. Uning deyarli har bir qo'shiqlari xalqimiz orasida sevib tinglangan. Misol uchun, unutmoq oson emas, onajon, seni bugun ko'rmasam bo'lmas, ketaman, javohirim kabi o'nlab qo'shiqlari xalqimiz orasida juda ommalashgan va bugungi kunga qadar sevib tinglanmoqda. Oxunjon Madaliyev tabiatan kamtar va bir so'zli inson bo'lgan. 2000-yil 29-iyunda yurak infarkti bilan vafot etgan. Hozirgi kunda Oxunjon Madaliyevning farzandi Qilichbek Madaliyev otasining kasbini davom ettirib, xonandalik bilan o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Videoroliklarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling hamda mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmasini bosib qo'ying.